Birlik anlıqçı dostlar, müş vaqtınlar xeyirlik bolsun. Biz tünügünki anlatışımızda Dünya Qıtanlıq yazğıcı Helen Keller'nin Közüm Üçgülü Eçiz Edi namlıq əsərinin 6-cı qismini anlatıp ötken edik. Bugün şu əsərinin davamı huzurunlarda buldu. Qeynamız dostlar, diqqətinizlər əsərinin təfsili məzmununda bolsun. Mikrofon altta Gülxumar Nur Muhammed. Mehriban anamның vafoti. Baqi olamda men hamon bir kuni opam bilan ko'rishadiganligimni bilsam-mu, ammo hozir opam yo'q. Bu dunyo menga shu qadar jimjit, zulmat bilinyapti. Bir qatim o'yin qo'yishga chiqish oldida turganimda to'satdan opamning vafot bo'lganlik xabarini olgan chaq hayotimdagi eng ig'ir, eng qayg'uli daqiqalar bo'ldi. Shu chaqda biz Los Anjelesdagi ma'lum bir joyda o'yin qo'ymoqchi bo'layotdik. Dadam vafot bo'lganda men aran 14 yosh bo'lg'achqa o'lim, judolikning naqadar qayg'uli bo'lganligini degandek tushunmagan ekanman. Shung bu qitimqidek qayg'urib ketmagan edim. Albatta, opam bilan birga turgan vaqtimizning uzun bo'lishi, mehrimizning cho'nqurligi, oilish qiymaydigan nurg'un taraflarning bo'lganligi mening buncha qayg'urib ketishimga sabab bo'lgandi. Sullivan muallim kelishdan ilgari xotiramda opam aloqador ishlar yo'q deyarlik edi. Keyin opamning doim seni tuqqan chaqda noyitim mag'rurlangan ham xushal bo'lgan edim deganini bilaman. Opamning gapi cho'qim rost. Sabab opam men 19 oylik bo'lg'ich orliqdagi ishlarni mayli kichik, mayli cho'ng bo'lsin, xotirasini noyit aniq saqlagan bo'lib, hamisha menga go'yo oiladagi bebaho bo'yin sanab bergan o'xshash shu ishlarni so'zlab beradi. Oyog'ing chiqqandan keyin deydi opam. Ho'yliga chiqib, gullar orasi kepineklarni qo'g'lab o'ynashga amroq bo'lib ketgan edim. O'g'il bolalardan bakrak yuraklik edim. To'g'u, et qatorli hayvonlardan faqatli qo'rqmaydim. Doim ularni budruq qo'llaring bilan quchoqlab olatdim. Ko'zlaring bek o'tkir edi. Kishilar ko'rolmagan yengna, tugma degandek narsalarni sen tepib beratding. Tugma qadiganda men obdan yordamchi bo'lardim. Opam bularni eg'izin tushirmay so'zlaydi. Opamning yana deyishicha, u bambukdan 3 putliq bir qafas to'qibdi. Hamma yerdan kichik teshuvchilarni qo'yibdi. Men buni ko'rib, xushal bo'lib, jivirlab bir nimalarni deb ketgan ekanman. Hadis opamning quchog'iga yetib olib, bolalarcha kamtuk tilim bilan yana qachongacha to'qiysiz deb so'raydi ekanman. Yana opamning aytishicha, men o'choqda o'tning gurillab kelishini bek yaxshi ko'rdi ekanman. Shunga Akşamları yatqılı unumay, o'tinning charaslab, o'tning gurillab kelishiga qarab o'ltirdi ekanman. O't ushqilari charaslab, mo'rdan chiqib ketsa, texim xushal bo'ldi ekanman. Shu chog'larda ikkimiz ajoyib xushal-xuram yashagan edik. Deydi opam eslashdan keyin mamnun bo'lgan holda uxsinib qo'yib. Va u ishlarni xuloslaydi. Baxtga qarshi, men qattiq og'rib qolib, ama va gaz bo'lib qolganda, opam amdila jivib ushashga kirgan ekan. Opam tug'ilishidan ichi kuchlik, ehtiyotchan, bak echilib yeyilib ketmaydigan mijozlik bo'lg'achqa do'stlarim ko'p emas ekan. Shunga men bu holatda saqaygandan keyin opamning turmushi yosh turibli qayg'urish, dard-alam, jafo mushaqqat ichida o'tibdi. Texim ro'yi tushib, parishon yuribdi. Men cho'ng bo'lgandan keyin opamni ayab, imkon qadar mustaqil ish qilishni o'rgandim. Balkim men bilan sayohatga chiqqan yoki Linshada birga turgan chaqlarda opamning ko'ngli sal echilib, taskin tepib qolgandi. Ammo ko'p vaqtlarda u cho'qim mening meyitligimdan yuragi ezilib, yoshrincha jiq yosh to'kdi. Oxirgi bir qancha yilda men opam burunqidan bakrak jimg'ir bo'lib ketgandek bilindi. Opam atiganda uyg'onsamda kallamga birinchi bo'lib Xelinning ishi kirib oldi. Oqshomda uxlashdan ilgirmi uning g'amini yeyman degan edi. Opamning qo'llari bo'g'im yolg'i kesildan og'rib turg'achqa xat yozishni qiynaladi. Ammo u meni deb doim amalar yozishda men xat yozib turadi. Opam mendan keyin singlimni to'qdi. 5 yildan keyin yana inim Filipni to'qdi. Bularning tug'ilishi opamning ko'ngliga oz-to'la malham bo'ldi. Dadam vafot bo'lgandan keyin opam bolalarni tarbiyalashda og'ir yukni o'z yolg'iz zimasiga ilib yashab, turmushda jiq qiynaldi. Ko'p jafolarni tortdi. Singlim tasdiq cho'ng bo'lib, Alabama shtatidagi
kivesini əpəndigənlik bolğandan keyin uf deb xatirjam boldu. U mening va singlimning yinda navbat bilan turdi. Amroq ballarni yo'qladi. Bas gapni qilganda opam yosh chog'larda o'zini yasash, uy ishlarini qilish bilan ancha xush yo'q ekan. Yotiq bo'lgandan keyin amalsiz oila yukining yerimini ustiga oldi. U ishchilarning qilgan ishini nazorat qilgandan sirt sayko'ktat terish, uy hayvonlarini beqish ishlariga yordamlashgan. Uningdan boshqa ko'z surlashni va boshqa turli tomoqlarni o'zi qiladi. Bolalarning kiyim-kechaklarini o'zi pichib tikadi. Yana dadam har kuni boshlab keladigan mehmonlarning oldiga chiqadi. Ish qilib, opam janubning oilalarida qilinadigan ishlarning hammasini bir o'zi qilib to'katdi. Ko'z surlash, tarxamakchilashda opamning Iroq yaqinida danqi bor edi. Ularni yeganlar bekli maqtaydi. So'rab elib ketadi. O chaqlarda men kichik bo'lg'achqa opamning aldirashligi va jafosini faqat tushunmay, opamning peshiga esilib olib, yenidan faqat ayrilmay yurgan ekanman. Opam zodil vaysimay hammaga jim bardoshlik bergan ekan. Opamdek nozik, ojiz bir ayol mushuncha bola ko'p ham ig'ir oila ishlarini qandoqmi qilib ketgandi. Sullivan muallim doim buningga zodil aqlim yetmaydi deydi hamda opamni doim maqtaydi. İç-içimizning qayli bo'ldig'ini shuki, biz hech qachon opamning vaysig'ini, qaqshig'ini anglab baqmadik. U un-tinsiz ishlaydi, uning qildig'ini ishlaydi. Qachonli bo'lmasin ishlayveradi. Opam yana gulga oshiq bog'ban edi. Gullarni qandoq terish, ko'chirishni, shundaqla gulga dal-daraxtlarni qandoq parvish qilishni obdan biladi. Sug'urish, o'tashdek odamni charchitadigan ig'ir ishlarni u ko'ngil etish qatorida ko'rgandek berilib qiladi. Gulgiyoqqa shunchalik herismanligimi uning qalbining nozik zilliqini tushuntiradi. Hilim esimda. Bir yil atyazda u bir tüp atirgul ko'chiribdi. O'ylamagan yerdan bir qancha kun o'tmayla sovuq iqim kirib, yengli ko'chirgan gul sovuqqa bardoshlik berolmay to'nglab o'lib qoldi. U menga yozgan xatida buningdan intayin qayg'urganligini bildirib, men go'yo bekmi qadrdan odamimdan ayrilib qolgandek ixtiyorsiz o'zilib yig'lavatdim degan edi. Opam qushlarni bek yaxshi ko'radi. Har qitim linsha kelsa, atrofdagi o'rmonlarda sayl qilishga amroq edi. Sayliga chiqquncha don elvilib qushlarni boqadi. U ana qushlarning ballarga uchishni o'rgatayotganligini ko'rsa, shunchalik xushal bo'ladiki, qaraverib vaqtning qandoq o'tib ketganligini sezmaydi. Opam vaziyat, siyosiy masalalarga baq qiziqadi. Doim kitob, gazeta o'qib turadi. Saxta va chaqina odamlar, siyosiy sahnadagi kishilar ko'zda tutiladi. Tapdan chiqqan parlament a'zolari va siyosiy yo'llarni masxarali so'zlar bilan tanqid qiladi. Opam Kalis Sagek siyosiy ishlarga pan-parasat bilan baho beradigan Thomas Karli xonim qatorliq obzorchilarga aprin o'qiydi. U Karli xonim bilan xat aloqa qilgan edi. Yozuvchilardan Whitman, Balzac qatorliqlarni yaxshi ko'radi. Ularning asarlarini qayta-qayta o'qigan bo'lib, u asarlar opamga yod bo'lib ketgan edi. Bir yili biz yoz o'tkazgili berib, Pamont ko'liyindagi tog' bag'riga joylashgan yog'och uyda turdik. O yerda biz yaxshi ko'radigan suy zumratdek ko'k ko'l, osmon palakdal daraxtlar, havoliq chig'ir yo'llar bor edi. Bir kuni o'g'im vaqtida ko'l bo'yidagi tosh o'rindiqda o'tirdik. Opam ko'lda qo'lvoq bilan o'ynayotgan yoshlarga nazar tashlab etib, qushtum-tut ko'ngildan biror ish kechdi bo'lg'ay, birdilla kayf uchib, bo'lakchi bo'lib qoldi. Buning sababini o'ylab zodil topolmadim. Dünya urush partilgandan keyin opam urushga doir ishlarni faqat ig'iz qolmadi. Bir qatam sirq safarga chiqqanda dalada chigib tikib qo'ngan yoshlarni ko'rib, ixtiyorsiz hasrat chekib, "Hay bechorlar, bu tetik, suyimli yoshlar ko'p o'tmay jang maydonlariga avatildi. Ularni urushga barg'izmaslikning qanday chorasi bordir?" dedi. U so'zlab etib, unsiz yosh tegdi. Keyin Rossiyaning tinchlik shartlarini anglab, urush insonlarning jinoyati hisoblanadi deyilgan davlat hammadan qaltis. Aramizda nurg'un tog' dengizlar ayirib turadi. Shundaqdan berib, ularni quchoqlab olg'im kelyotdi degan edi. Opam hayot vaqtida doim yashangan vaqtimda boshqalarni ochiqlar qilmasam, bu dunyodan jimmida ketib qolsam deb tilaydi.
opam singlimning uyida vafot bo'ldi. U bu dunyo bilan hech qanday odamga malollik keltirmay, jimmida, tinchgina xo'shlashibdi. Men opamning vafot bo'lganlik shu xabarni o'yin qo'yishdan 2 soat burun oldim. Onundan ilgari opamning kasal bo'lganlik xabarini olmashqa azroq ruhiy tayyorligim yo'q edi. Mushundaq chaqdim, sahnaga chiqib o'yin qo'ya olmayman. Men darhol o'zimning o'lib ketganligimni o'yladim. Butun vujudimdan yosh to'kilmoqda deb turibdi. Biroq men qaysarlik bilan o'zimni tutib oldim. Sahnaga chiqib o'yin qo'yganda mening shu qadar eg'irishim xabarni anglaganimni tomoshabinlar zotil sezmadi. Bundan Suleyman ikkimiz tasalli topdi. Shundaq aniq esimda turibdi. Shu kuni bir tomoshabin mendan bu yil qancha ishga kirdingiz deb so'radi. Men o'zimdan men zodi qancha ishga kirdim deb so'radim. Menga o'zim nihoyatda kun bo'lib ketgandek bilindi. Lekin bu savolga to'g'ridan-to'g'ri javob bermasdan savol qo'ydim. Sizningcha men necha ishga kirganman? Tomoshabinlar qaqoqlab kulib ketishdi. Orqadan bir so'radi. Siz baxtlikmi? Bu savolni anglab ko'z yoshlarim to'kilishga oz qoldi. Biroq men yishimni to'xtatib olib, imkon qadar ig'ir besiqlik bilan shundaq. Men nihoyat baxtli. Chunki men Tangriga ishonaman deb javob berdim. Shu kuni savollarga mushundaqroq javob berdim. Sahna orqasiga o'tgandan keyin qayg'umni har qancha qilibmi besib ololmadim. O'y fikr yurgizishga, biror ish qilishga amalsiz qoldim. Men baqiy olamda hamon bir kun opam bilan ko'rishganligimni bilatdim. Ammo hozir opam yo'q dunyo shu qadar jimjit, zulmat bilinyotdi. Qachon, qayerda bo'lsin, har bir yangi shay'i opamni menga eslatib turadi. Men ichimda, men yana opam avatgan Ama adibning kitobini topshirib olsam qanday yaxshi bo'lar edi ha, deb nido qilatdim. 2-yili 4-oyda Alabamadagi singlimning uyiga borganimda opamning o'lib ketganligini tan olishga majbur bo'ldim. Jenim opa, men uchun bir umr jafo chekdingiz. Endi jannatga kirib orom topgansiz. Bilishingiz kerakki, men Tangrining irodasi bilan mushundaq bo'lib qolganman. Sizning ko'nglingiz endi orom topsin. Mana bu menga tasalli bo'ladigan ish. Qadrlik anglag'uchi do'stlar, yuqorida Helen Kellerning Ko'zim 3 kilo ijaz edi nomli asarining 7-qismini anlatib o'tdik. Davomi keyingi sonda huzuringizda bo'ldi. Yoqtirib anglag'aninglarga rahmat, xayr xo'sh. Quloq tutingizga dunyo, Muzaffar Taratqusi. Qadrlik anglag'uchi do'stlar, mesh vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz tunugungi anglitishimizda dunyoqdanliq yozuvchi Helen Kellerning Ko'zim 3 kunlik ijrosi edi nomli asarining 7-qismini anlatib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringizda bo'ldi. Qanamsiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. Kutilmagan xushallik. Tangrimga rahmat. Men 40 yoshga kirgan tug'ilgan kunimni o'tkazib, uzoq o'tmay, men zotil o'ylab baxmagan. Xushallanishga arziydigan bir qancha ish orqa-orqadan bo'lib o'tdi. Uzoq vaqtga tashkillash, planlash orqali nurg'ulg'an kishilarning shunday qilish zarur edi degan qarash bilan 1921-yili mamlakat xarakterlik amalar organi oxir qurildi. Bu planning boshlamchisi Pensilvaniya shtati amalar uyushmasining boshlig'i edi. Bu qaror Ohio shtatida o'tkazilgan Amerika Ama korxonchilar uyushmasining yillik xulosalash yig'inida rasmiy ma'qullandi. Nyu-Yorklik Makkar apandi bu uyushmaning tunji navbatlik boshlig'i bo'ldi. Makkar apandi boshda uyushmaning ishlarini butunlay do'stlar yordam qilgan mablag' bilan mangdirdi. 1924-yildan boshlab uyushmaning yetakchi prinsipini o'zgartirib, mablag'ni jamiyatga omadini yig'ishni qaror qildi.
Shu sababdan ular men bilan Sullivan muallimning o'rtaq kuch chiqarishimizni umid qiladi. Rost gapni qilsam, ozg'ina pulni deb taraf-tarafga chapadigan kunlardan rostila qo'rqib qolgan edim. Ularning plandan xabar topgan vaqtda buning uchun astoydillik bilan o'ynash kerakligini his qilgan bo'lsam-mu, ammo bunday qilishni ko'nglimda ancha xalab ketmadim. Halbuki, shu chaqdagi ahvolda jamiyatga ommaning iyonasi bo'lmasa, har qanday saxovat tashkilotlari yoki ma'rif organlari davomli mavjud bo'lib turolmaydiganligi ko'nglimga ayon edi. Barliq amallarning farovonligi uchun qandaqli bo'lmasin bu ishni butun kuchim bilan ishlashga o'zimni majbur qilishim kerak edi. Shuning bilan men yana har xil egiz binolarga kirib chiqib, lift bilan goh yuqoriga chiqib, goh pastga tushib nutq so'zlashga boshladim. Bundaq da'vat bilan mablag' sig'ish amallarning mustaqil turmush kechirish uchun biror mahoratni o'rganib olishiga hamdamda bo'lish. Shuning bilan ularning mahoratini ko'rsatilgan so'rin bilan ta'minlashni, uningdan boshqa talantliq, ammo oilasi nomrod amallarning talant iqtidorini joriy qildirishga yordam qilishni maqsad qiladi. Masalan, muzik talanti bor ba'zi amallar oilasi nomrod bo'lganlikdan pianino, skripka qatorliq qimmatbaho muzik asboblarini sotib oladi. Amaliyotda bunday qiynalib qolgan talant egalari haqiqatan oz emas. Ko'rlarda 40 yoshdan o'tganlar jahondagi ishlarning ko'pini boshdan o'tkazib qo'ydi. Ularga qanaqdir alohida xo'shallik nasib bo'lmaydi deydigan gaplar ishdi. Biroq tanlamani aytganlar men 40 yoshga kirgan tug'ilganimni o'tkazib, uzoq o'tmayla men zotli o'ylab qoldim. Xo'shallikqa arziydigan bir qancha farqlar bor. Jumladan, Amerika mamlakatlik amal kasbini jamiyat. Ikkinchidan, biz qo'zg'an o'yini qo'shyaptiki, nurg'un kishilarning zo'r kuch bilan qo'yishga erishib, parlaq natijalar keltirdi. Uchinchi xo'shallik biz mamlakatlik amal kasblar jamiyatining qurilishi har xil amallar yuzini birlikka keltirdi. Bundan boshqa, birinchi davlatlik amallar qildi. Davlat ko'p xarajat ajratib, amallar yuzida kitoblar chiqardi. Aqllar shtatlardagi qizil kasblarni o'zir qarash amaliyotini qurib, tarjima qilishga mas'ul bo'ldi. Aqldan yana dunyo o'tishida bosh ko'zdan ayrilgan jamoalar uchun farovonlik huquqi keltirish haqida qo'zg'aldi. Bizning o'zimizning arzuyimiz mana shu tarzda bir-bir chiqadi. Bundan to'lim sevdi. To'lim taskin qildi. 1926 yilda biz bashar bizning kelishimiz davlatlik amallar konstitutsiya va amallar tuzilishida ishlab chiqarishga xarajat ajratish to'g'risidagi loyiha davlat majlisida taqdim. Bu qarorni anglab, ishonchimiz zo'r darajada. Hadimiz kelgusiga qarta umid. Bir kun tushdan muallimimiz Aqsalarga berib, Zo'pon Ko'olish bilan ko'rishdi. Zo'pon bizning eng qizg'in ochiq kitob. Ondan bizning amallar jamiyat to'g'risidagi dokladimizni mayda zo'r qiziqish bilan oldi. Keyin qo'limni tartib qo'liga qo'yib, mana meni sizlar qaltis ish qilasiz. Qo'limdan kelganlik ish bo'lsa, men butun kuchim bilan hamkorlashman, dedi. Darvaqa Zo'pon sizga amal qildi. Keyin amallar jamiyatining taxmiy lideri bo'ldi hamda butun jamiyatimizga nurg'un pul berdi. Ko'olish xonimni bizning mulozimat xizmatimizga qatnashganligini takrorladi. Bu birinchi xonim dastavchilarga intayin mehribonlik ko'rsatdi. Dastavchilar uchun nurg'un farovonlikni qo'lga kiritdi. Detroitda yerlik mehmonlar qo'llash tizimining boshlig'i Karmel Adamli mening ko'p yillik qadam do'stim edi. U qilcha boshlatmasdan shahar haqida murojaat qildi. Natijada biz u yerda bir xizmatlar o'tkazgan bo'lsakmi, $24,000 erishdik. Yig'indan keyinmi oz bo'lganda $1. Ko'p bo'lganda $4,500 bo'lib, nurg'un iyon topshirib oldik. Demak, mush shaharda ko'p haslatga ega bo'ldik. Hammaga ma'lum, kino cho'lponlarining turmushi odatiy kishilar qaraganda ko'p bayashim. Shundaq bo'lg'achqa, ularning zo'r kuch bilan qo'llashiga erishmangu deb cho'z so'qan edim. Afsuski, natija odamni to'liq noumid qildi. Los Angelesga orqa-orqadan ko'p xat yozgan bo'lsaqmi, Mari Bukfur ismli bir ayol cho'lpon javob qaytardi. Boshqalardan hech qanday inkos bo'lmadi. Rost gapni qilganda, iyoni asli sonsizlagan kishilarning az-azdan berish bilan to'planadigan mablag'.
Agar shuncha ko'p yaxshi niyatli saxovatchilarning yordam bo'lmasa, jamiyatimiz xizmatlarini hozirgidek plan bo'yicha qanot yaytira olmagan bo'ladi. Har qitim Tomas xonim konvertni yutqanda xatlarning orasidan pul cheki chiqadi. Bu xatlar jamiyatning har qaysi qatlamlaridan, ya'ni o'quvchilar, emgakchilar, harbiylardan keladi. Yana dunyoning har qaysi joylaridan, jumladan germaniyaliklar, italiyaliklar, jongoliklardan keladi. Ularning ichida bizga o'xshash meyitlarmi bor edi. Bir kuni atigan Detroitdan kelgan bir xatni topshirib oldik. Nomrat bir ayol ishchi deb imzo qo'yilgan xat ichidan $1 iyoni chiqdi. Ballarning inkasimi ajoyib qizg'in bo'ldi. Men hamisha ularning sabiy, g'ubarsiz ko'ngildan ta'sirlanib yashdi ketdim. Ba'zi kishilar iyoni pul silingan eg'ir ko'mzaklarni ko'tarib kelib tizimga qo'yadi-da, uni echib, ichidan chiqqan pullarni sanab qo'lini tutqizadi. Ba'zi balalar qaynoq hissiyot urg'ib turgan xatlarni yezib, ota-onalari Coca-Cola, marojna ilib yanglar deb bergan pullarni iyon qilganligini bildiradi. Hilmi esimda. Nyu-Yorkning Andi degan yerda yig'ilish qilganda bir meyib o'smir $500 iyon qildi hamda bizga bir dasta chiroyli atirga o'tdi. Bu o'smir hozir baqiy olam ketdi. Biroq uning go'zal orzu-istiki qalb etimdagi go'zallikda mangu xushbiroq, chiroyli gul kabi ijilib turadi. Qarang'uliq va unsizlik ilkidan chiqish. Bir odam qarang'uliq yoki unsizlik ichida yashagan holatdami, u yanala normal odamlarga o'xshashla o'tganlarni aslaydi. Tasavvur qildi, o'ziga xos shod-xuramlik ichida yashaydi. Ba'zilar menga ish chaqirtib, minutsiz uchrasholadigan dunyo bekmi kichik ekan. Hay bechora, deydi. Bu kishilarning mening turmush ahvolimni ancha tushunmaydiganligini ko'nglimda bilib turardim. Albatta, mening qanchalik do'stlarim borligini, qanchalik kitoblarni o'qiganligimni, qanchalik yerlarga borganligimni bilmaydi. Shuningdek, kishilarning men turmush doirasi bekmi kichik degan so'zini anglaganimda ichimda ixtiyorsiz kulardi. Ba'zi kishilar o'zlari amallar yozg'ida menga xat yozadi. Ba'zilar bo'lsa xatni amallar yozg'ini bildigan kishilarga yozdirib avatadi. Shunga men doim barmoqlardan yo'llangan do'stlik mehrdan lazzat olardim. Men amallar yozg'ini o'qishga haqiqatan amroq edim. Chunki bu nima degan bilan o'zimning bevosita his tuyg'usi bo'ladi. Shuningdek, ta'sirotimi nihoyat chuqur bo'ladi. U dunyoni aylanib chiqmoqchi bo'lganda nihoyat atrofli bo'ylab amallar yozg'i bosqisini elibdi. U har bir joyga borganda men ko'rgan qilganlarni yozib Shundan go'yo hamma joyni uning bilan birga aylangandek. Atlantik okeaniga muzlarning yerig'anligini birga olgandek. Uning bilan birga ayrılan o'ltirib Angliya bo'g'izdan o'tgandek. Parijning tushlikdek go'zal ko'chalarini birga sayr qilgandek. Suv shahri Vinsiyaga berib, ko'kda to'lin oy qushda bosib qolgan kechasi. Oy sho'lisida ko'rkam tus olgan Vinsiyani ruh bilan tomosha qilgach, keyincha aytgan ishlarni lirik naqshlarga olgandek bo'ldi. Bular naqshlar romantika. Biz Vezuviy Latix bilan necha ming yillar burungi Rim gladiatorlarining maydonini ko'rgandan keyin sirliq sharqqa safar qilmoqchi. Men podaga erishib, Hindiston, Jongo'ga berib, nurg'unlagan ajoyib g'aroyib va qiziqarli ishlarni ko'rdim. U Yaponiyaga No'ruz gul chechaklari to'kilayotgan paytda bordi. No'ruz gul chechaklari bilan yangi etilgan rang gullar ajoyib ko'rkam dunyoni hosil qilgan edi. Salqin, so'llik bo'tqonlardan olingan qo'ng'iroq ovozi meni nurg'un tasavvurlarni qo'zg'adi. Podadek do'stlarim turgan yerda jismoniy jihatga qulaysizliklar deganlarni yo'q desam bo'ladi. San'atkorlarni buni alohida yaxshi ko'rsa kerak. Aynan Joseph Jefferson qatorliq munaqqar artistlarni maqolada ko'rsatib o'ynashadi. Ular meni so'z va harakatni barmoqlarni qo'llash bilan bildirdi. Meni g'oyada qayg'urdi, g'oyada qag'irqiltib ko'ldirdi. Men biror tafsilotni ketkizib qo'ymay deb tiniqimdan chiqarmay o'tirdim. Naqsh Karuso, Shali Abon qatorliqlar ularning levini tutib turib, ajoyib esil naqshlarni anglashimga ruxsat qildi. Men pianino solash orqali Goxtiskining muzikasidan zavq olgan. Xifizning skripkasini asta tutib turib, yaqinlik kuylardan huzurlangan edim. Goxtiski Chopinning
Siri nadasini məşqi şəniga yezilgan musiqalik əsər. Şunu o'rindigan chaqda men xuddi issiqbal vaqtingiz arilib turgandek musiqalik butun vujudim bilan kirib ketgan edim. Men ba'zida qo'limni radioning aks sado taxtasiga qo'yib san'at programmasini anglaytdim. Meningcha sozlarning ichida arfa, chilpar, pianino, skripkaning ovozi intayin go'zal, yaqinliq edi. Biroq hozir moda bo'lishga boshlagan jaz muzikasini maqtashga petin olmayman. Bundaq jangur-jungur ovozlar mangoya qandaqdir bir narsalar men qarab kelayotgandek bilinadi. Shunga barmoqlarim menga shunday xabarlarni yetkazgan chaqda keynimga burilib qashqim keldigan bir xil tuyg'udan xali bo'la olmayman. Bundaq chaqlarda bajoyiki ibtidoiy davrda kishilarning tendiki qo'rqish tuyg'usi menda qayta zohir bo'lgandek bo'laman. Men kasbiy sohadagi katta arbab elektr saymonlarning kashfiyotchisi Thomas Edison apandi bilan ko'rishdim. Men nutq so'zlash uchun Yangi Jersey shtatiga borganimda Edison apandi yaxshi ko'ngli bilan meni uyiga chaqirib oldi. U bir qarashda odamga noyat surlik odamdek ta'sirot bergan. Uning xonimining aytishicha, Edison apandi tajribaxonasiga bekinib olib, tuni tongga ulab ishlaydi ekan. Tajribasi yarimlashganda birarsining o'zini ovar qilishidan intayin bezor ekan. Hatto tomoqnimi ko'ngil tortmaydi ekan. Edison apandi qo'limni patifon ustiga qo'yib, intayin qizg'inlik bilan mendan "Anglay oldingizmi?" deb so'radi. Afsuski, men zotli anglay olmadim. Biroq Edison apandining ko'nglini g'ash qilmay deb beshimdagi chiq qalpoqni ilib, patifonga yaqinlashtirib, ovozlarni chiq qalpoqqa yig'ishga harakat qildim. Ammo yana bilolmadim. Biz tamoq o'ltirganda Edison apandi menga hech qanday ovozni olmaslikning foydasi bor. Siz hech bo'lmaganda fikringizni oson yig'a olasiz. Tashqi dunyoning parakandchiligiga uchirmaysiz. Odam mushundaq o'zining dunyosida yashasa yaxshi emasmi? dedi. Men javoban mundaq dedim. Agar men sizga o'xshash ulug' kashfiyotchi bo'lgan bo'lsam, gazlarni anglay oladigan qilgan asbob ijod qilgan bo'lardim. Shundaq o'ylamsiz? dedi u sal taajjublanib. Ammo men bundaq tayinli ishlarni qilmayman. Ish qilib, insonlarning gapining to'lisini anglasimi, anglamasimi bo'ladigan gaplar. Men ko'nglimdagi gaplarni uningga bevosita aytish maqsadida og'zimni uning qulqiga yiqib so'zildim. Lekin u menga ovozingiz ba'ayni parpartilgandek anglab, nima deganligingizni anglamadim dedi. Ondan siz avval gapingizni Matsxonimga ayting. U menga yetkazdi. Chunki uning ovozi skripkaning ovoziga yaqinlashgan dedi. U buyruqni buzdi. Men avtomobil shahi Ford apandi bilan Nebdaskaga nutq so'zligini barham ko'rishdim. Ford apandi o'zi boshlab yurib bizga zavodni ko'rsatdi. Muvaffaqiyat qozonish jarayonini kamtarlik bilan so'zlab berdi. Boshqa muddaoyim dehqonlarimiz yetolmaydigan avtomobil ishlab chiqarish edi. Tadqiq va tajriba qilgan siri avtomobilning kasb-kasbiga aylandi. Amniyatda yaxshi planlarni tuzgan odamlar ko'p. Shug'unisi, ko'p sonli kishilar planni qanday qilib amaliy ishlatishni bilmagachga hech ishni vujudga chiqara olmaydi. Ford apandining avtomobil zavodini ekskursiya qilgandan keyin ixtiyorsiz bunday aytib qoldi. Agar bu dunyoni Ford zavodi deb qarab boshqarsa, texnik unumli bo'ladi. Bu chaqda ishlar ish vaqti qisqartirsa, ko'p ishlar qilolmaydi. Ford apandi bilan ko'rishib, uni o'tgandan keyin bir qatorni amallar qurildi. Ford apandi mayt ko'p bo'ldi. Yana zavodda 70 amal edib ishladim. Men ularni ishga olib ishladim. Aksicha, ularning xizmat ishbozisi nihoyat yaxshi. Alayda bo'lganlik uchun ishga oldim dedi. Bu xabarni olib, ilksiz xusham bo'ldim. Yaqindan bilan o'zimni kutganimda o'tirib, cho'qir o'yga chiqdim. Agar o'z vaqtida doktor Hol amalar gaskachlarni tarbiyalashda o'qib yurish usulini layihani chiqmagan bo'lsa, mening hayotim qanday bo'lib ketar edi? Doktor Hol bolani tarbiyalashga yardım kelganda, ayni chog'dagi qonunda amalar, gazlar bema'ni bilan o'xshash qonunda degan aniq belgilangan. O'zimiz vaqtida Sullivan muallim ulardan biriga taqlid qilishga uning ishlarini yo'nalib qo'ygan. Sullivan muallimga barmoq tilini o'rgatgan tunji kishi Rola ishgan. Sullivan muallim o'zining alaba mashg'ulotiga berib, ammo ham gaz, ham qochi bir qizni tarbiyalamoqchi bo'lganligini aytganda, Rola nihoyat xushal bo'lgan ham u qizni bek erki mijoz qilib qo'yman. Aytnoq deb hamma ishga yo'l qo'yaversangiz, u bek erga bosh-boshdoq bo'lib qoldi deb chekingan ekan. Sullivan muallim bo'lgan chog'da amallar
yoshidagi qizlar birlashib Sullivan muallimdan mang bir qo'nchoq avatgan. Qo'nchoqning kiyimini Rola o'zi tikkan ekan. Men mush qo'nchoq tufayli Dol degan xatni degan edim. Qadrli anglag'uchi do'stlar, yuqorida Helen Kellerning Ko'zim 3 kunli etis edi nomli asarining 8-qismini oldik. Davomi ertasi sonda huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'aninglarga rahmat, xayr xo'sh. Quloq to'ng'izga dunyo muzaffar taratqusi. Qadrli anglag'uchi do'stlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz tungi anglitishimizda dunyoga taniqli yozuvchi Helen Kellerning Ko'zim 3 kunli etis edi nomli asarining 8-qismini anglitib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Qanamsiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. Bugunis amallar maktabiga dastlab barg'inimda Sullivan muallim meni ko'rishtirgan birinchi kishi Rola edi. U uyda chirtak to'qib o'tiribdi ekan. Sullivan muallim bilan ko'rishmagini uzoq bo'lgan Rola bizni ajoyib xushal, qizg'in kutib oldi. Meni sevib qo'ydi. Ammo mening u to'qiyotgan chirtakni ko'rmoqchi bo'lib, qo'l uzatganimni ko'rib qilib, darhol chirtakni bir yoqqa ilib hamda qo'l til bilan menga "Qo'lingiz bek mehnat ekan" dedi. Onun yüzünü silmoqchi bo'lib edim, u kayniga tachib qo'limning mehnatligidan bishorat berdi. Andan Sullivan muallimdan "Siz bu qizga adab qoida o'rgatdingizmi?" deb so'radi. Keyin menga jiddiy tarzda dona-dona qilib aytdi. Biror xonimni yo'qlab borganda siz adabsizlik qilsangiz bo'lmaydi. Arqa-arqadan dakkiyab ko'nglim to'limi g'ash bo'ldi. Shung achchig'im kelib, poldula o'ltirib oldim. Lekin Rola qilch ko'ngil ayab o'ltirmasdan meni tartibli o'rnidan turg'izib, chiroyli kiyim kiygan chaq polda o'ltirsa, hargiz bo'lmaydi. Kiyim mehnat bo'lib ketadi. Siz bekmi bangvash, tarbiya ko'rmagan bola ekansiz, dedi. Xo'shlashmag'an chaqda men uni sevib qo'yman deb putiga dastlab tashlab, yana dakkiydim. Keyin Rola Sullivan muallimga "Bu qiz bangvashroq ekan, lekin kallasi bek o'tkirishgan" debdi. Lekin Rola men tunji ko'rishda nayt bag'ritash, qattiq qo'l, yiqilish qiyin odam ta'siratini berdi. Rola ishimizning o'xshib ketgan taraflarimiz ko'p bo'lib, jiq kishilar ishimizni to'la selishtiradi. Ishimizning ama gaz bo'lib qolgan yosh quramimiz o'xshab ketadi. Boshdagi qaramliqlarimiz, boshqurishga ko'nmasligimiz, bangvashliqlarimizmi o'xshab ketadi. Uning sirtish kelimiz ko'k ko'zlik, oltin chashliq bo'lib, o'xshashlar 7 yoshda tarbiyalanishga boshlagan edik. O'xshashliklarimiz mushu jihatlar bilan cheklanadi. Tirishchilik jihatda Rola mendan ko'p ustun turadi. Bu gapni mush yer to'xtaylik. Rola haqiqatan ziyrak, oq ko'ngil edi. Agar boshda uni Sullivan muallimdek bir tarbiyalagan bo'lsa, uning muvaffaqiyatlari menikidan zo'r bo'lgan bo'ladi. Buni o'ylasam, men naytimi baxtli ekanman deb xushal bo'laman. Lekin yana o'zimning 40 yil yashab, normal odamlardek gap qila oladigan turib, yana qorong'u jangalda yashayotgan kishilarga hech ish qilib bera olmaganligimni xayol qilsam, ixtiyorsiz xijil bo'laman. Qilishga tegishli kishilar nayt ko'p edi. Tekshirish davom qilyotdi. Ba'zi ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, mamlakatimizda bekli yashinib qolgan yoki kasal bo'lib yetib qolganlarni hisobga olmaganda, ammo ham gaz bo'lib qilib, qorong'u dunyodan chiqib ketishiga yo'l ko'rsatilishini kutib turganlardan 379 odam bor ekan. Ularning ichida 15 odam o'qish ishida bo'lib, hech qanday maktab ularni qabul qilmabdi. Kishilar doim mendan "Siz bunday bolalarga qanday chiqish yo'li bersiz?" deb so'raydi. Bu bolalarning aqliy iqtidori,
yashash muhiti o'xshash bo'lmaganlikdan men kishilarga palonchini oila tarbiyalash kerak yoki palonchilarni maktabga olib berish kerak deb kesib javob bera olmaydim. Men faqat bu bolalarni ko'z, quloq iqtidoridan butunlay ayrilib qolishdan burun imkon bor tezlikda yaqin atrofdagi amallar maktabiga olib berish kerak. Unda qilmaganda vaqt o'tgan sari bunday bolalar o'qishni xohlamaydigan bo'lib qoldi deyalaydim. Bu yerda ko'pchilikka nurg'un kishilarni qiziqtirgan mundaq bir ishni sharhlab o'tay. Bir odam qorong'ulik va unsizlik ichida yashagan holatdami, u yanala normal odamlarga o'xshashla o'tganlarni aslaydi. Tasavvur qiladi, o'ziga xos shodxo'ramlik ichida yashaydi. Albatta, u o'zini bu dunyodan boshqa bir dunyoga solib olmasdan imkon qadar o'z iqtidori yor bergan shakl bilan bu dunyoga yaqinlashish kerak. O'zimni misolga olsam, men nurg'un do'st tutdim. Ular anglagan, ko'rganlarni yolqinliq so'zlar bilan menga yetkazib turdi. Shunlashqa, men ularga o'xshashla rangdor dunyoda yashadim. Ular menga nurg'un xushallik va g'ayrat jasorat baxsh etdi. Shunga bu do'stlarimning men qilgan yordamini abadul abad unutmayman. Yoshirdigan hech nima yo'q. Tanning erksizligi nima degan bilan bir ayb. Nuqson. Buni men nayt obdan tushunaman. Taqdir peshonamdan kishilardan og'rinmadim yoki maysunib bel qo'yayotgan chaqlarim bo'lmadi deyolmayman. Ammo bunday qilishning hech qanday foydasi yo'qligini texmi obdan bilaman. Shunga men hamisha imkon qadar o'zim tutib olib, kallamdan bu xildagi o'y xiyollarni chiqarib etishga tirishdim. Men doim o'zimga ilhom va turtki bo'lgan bir nishon belgiladim. Bu bo'lsa-mu, hayotli yashaydiganman, jimik tirishchilik bilan mustaqil yashashni o'rganib olish, iqtidorim yor bergan ahvolda imkon qadar boshqalarga bosh og'riq tepib bermaslik. Bu taqdirga bo'yin ekkanlik emas, balki taqdirga yuzlanganlik. Turli amallar bilan uni yenganlik xolos. Bunday qishlarni ig'iz demak nayt oson. Ammo buni ishga oshirish uchun agar cho'nqur e'tiqod, qaysar iroda, do'stona illiqlik Tanrı'nın yetekleşi bo'lmasa bo'lmaydi. Uningsiz bu ish nayt qiyinga to'xtaydi. Hozir men o'tgan kishilarni eslab, hech bo'lmaganda mening qo'limdan o'qishni do'riyalaydigan shatoti bo'lish keldigan deb o'zimga tasalli berdim. Atalmish o'qishni do'riyalaydigan shatoti bo'lish nimaga vakillik qildi? Yozuvchi Edward Kichkina o'nkir haqida hikoya degan kitobni yozib bitirgandan keyin bir do'stiga yozgan xatida mundaq degan ekan. Buvam nurg'un shato deb baqqan edi. Ular o'qishni do'rab qanot qiqishdan boshqa hech nimani bilmaydi. Kelgan mehmonlar hamisha Shatotining esil o'yinlarini zo'q-sho'q bilan maqtab so'zlashatdi hamda ularning yana qanday yangi hunarlar borligini surishtirdi. Bundaq chog'larda buvam jiddiy tus elib, bundaq gaplarni qilmanglar. Bo'lmasa bizning Belli xafa bo'lib qoldi. Shundaqmi? Kel Belli, bizga o'qishni do'rab bergin, dedi. Kichik chog'larimdagi bu ishlarni doim eslayman. Hozir mening bu kitobni yozishim o'qishni do'riyalaydigan Shatotiga o'xshash bir ish bo'ldi. Menmu o'zimni Belliga o'xshataman. Shunga nayt astoydillik bilan o'qishni do'rayman. Iqtidorim nayt cheklik bo'lganligi uchun kichkina Belliga o'xshashla mushunchalik ishni qila oldim. Men bu tarjim halimning oxirgi qurni xolistik uyimda yezib tugatdimda, qo'llarim telib ketgachga to'xtab birdan aram oldim. Bu yerdagi qo'rida yopirmoq tashlaydigan qarag'ay, konus bor. Ammo tuxumak darxi yo'q edi. Nemishqa yo'qligini men bilmaydim. Kallamni hamisha tuxumak darxi o'rab turgan tar yo'llar zahir bo'lardi. Chunki mush tar yo'llarda nurg'un vaqtim o'tgan. Shundaqla do'stlarimning cheksiz do'stlik mehridan lazzat olgan edim. Bu yo'lni mening hayotligimning chig'ir yo'li deyishkimi bo'ladi. Hozir bu do'stlarimning ba'zilari kishilik hayot yo'lida mengib yuradi. Ba'zilar bo'lsa baqiy olam go'zalligini aylanib yuradi. Lekin men ularning hammasini o'xshashla aslayman. Tangri ko'zimni ko'rmas, quloqimni anglamas, hatto gap qila olmas qilib qo'ydi. Tangri meningdagi bu xil kamchilik orqali dunyodagi boshqa miyoblarga yo'l ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Har holda Tangri yana menga shafqat qo'lini sunib, menga Sullivan muallimni yetkazib berdi. Uning yo'l boshlashi bilan men qorong'u va unsiz dunyodan ayrildim. Sullivan muallimning ko'rish iqtidori kichkidala nayt ajiz edi.
mening oila o'qituvchim bo'lgan chaqlarda u nurni aron ko'ralaydi. Meni deb u hech qanday jafo mushaqqatdan qochmadi. U shu ojiz ko'rish iqtidori bilan men nurg'ulg'an kitoblarni o'qib berdi hamda men bilan bu dunyo o'tirsidagi eng dastlabki, hammadan muhim ko'rik aylandi. Uning bilan tuqqan emasman. Qandashligim yo'q. Uning men uchun qilgan barliq ishlarni faqat u meni yaxshi ko'radi degan bir gap bilan tushuntirgil bo'ladi. Sullivan muallim hozirgacha alayga yasalgan gradusi intayin yuqori ko'zoynak bilan kitob ko'radi. Ko'zoynakni uningga doktor Bilyan ko'ngil qo'yib yasab bergan. Qo'l yozmamni o'zim o'qiy olmag'achqa, keyingi tuzishga aloqador ishlarni men Sullivan muallimning qo'l tili bilan qayta-qayta o'qib berish bilan ishladim. Sullivan muallim bu ishlarni menga yordamlashib qilayotgan chaqda doktor Bilyan uning yonida bo'lib, ko'rish iqtidorini kuzatdi va har vaqt tanishib turdi. Sullivan muallim men uchun barlig'ini taqdim qildi. U nimishqa menga buncha vala yaxshilik qildi. Men Sullivan muallimning o'sha o't yurak qalbi bo'ldigan, uning hech qancha kuchmayla ayollar harakatining dohisi yoki bir dondar yozuvchi bo'la oladiganiga ishonchim komil edi. Ammo u hayotida barliq zehnini menga sarf qilishni ravo ko'rdi. Mening jamiyatga omma xizmat qilish irodamga, jasoratimga ilhom berdi. Afsuski, men Sullivan muallimning bu yaxshiliklariga obdan javob qaytara olmadim. Axir deydiganim, mening ko'z oldim butunlay qop-qorong'u bir dunyo. Lekin Sullivan muallim menga mehr-muhabbat, umid baxsh etganlik uchun men ma'naviy jihatdagi yorug' dunyo qadam bosish imkoniyatiga ega bo'ldim. Atrofimdagi qat-qat qilin tomlar meni tashqi dunyo bilan aloqa qiladigan yo'limdan ayirib etgan bo'lishi mumkin. Ammo tomlar ichidagi dunyo har turlik, bir-biridan chiroyli gul-giyoh, dal-daraxtlar bilan to'lgan. Shunga men o'xshashli tabiatning sirliq ajoyibotlaridan bahra ola olmayman. Mening uyim kichik, derasim yo'q. Ammo kechalari o'xshashla osmonni to'ldirib chaqnayotgan yulduzlardan huzurni olayman. Tenim erkin bo'lmagan bilan yuragim, qalbim erkin. Shu erkin qalbim tenimdan ajralib chiqib, xalq omasi orasiga berib, shod-xuramliq cho'msin, go'zal hayotga intilsin. Do'stlikning kuch-qudrati. Agar men menga hamdam bo'lgan kishilarning hammasini birma-bir yezib chiqa olgan bo'lsam, qanday yaxshi bo'ladi, ha? U to'liq xosiyatli bir ish bo'lgan bo'ladi. Men hozirgacha kitobimni yozgan ba'zi kishilar kitobxonlarga tanishlik bo'ldi va ularning hurmatiga sazovor bo'ldi. Lekin ba'zilarini bo'lsa kishilar ancha tunib, bilib ketmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, ular sababli go'zal, esil bo'lib o'tgan hayotlikda ularning ta'siri mangu yashaydi. Hayotlikda ba'zi yaxshi ustoz va foydali do'stlarni tutishdan ortiq xushallanarli ish bo'lmasa kerak. Bundaq bo'lishi ular go'yo odamni sehrlaydigan yorqin kuydek qalbimni larzaga soldi. Mijoz xarakterimni tovladi. Ularning qo'l elishgan chaqda ifodalangan xayrixohlikni tasvirlashga til ojizlik qiladi. Ularning yumorliq, xushfe'l, qiziqchi mijoz xarakteri mendagi xafaliq, beoromlik va g'am hasratni biroqla yo'q qilib etadi. Shuning bilan men atsiz uyg'onib, o'rnimdan turganda tamoman boshqacha odam bo'laman-da, real, haqiqiy dunyodagi go'zallik va moslikni ko'raman. Gapning qisqasi, o'sha esil ustozlarim, foydali do'stlarim yonimda bo'lsa, o'zimni shunchalik xotirjam, ko'nglim to'q sezman. Ba'zida ular bilan ko'rishishim o'sha bir qitimda bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Halbuki ularning xotirjam chiroyi, muloyim, sipoyi mijozi qalbimdagi muz parchalarini eritib, qonlarimni urg'itib, qalbimda iliqlik paydo qildi. Kishilar doim mendan sizni bezor qilgan odamlar bormi deb so'raydi. Bu gapning tagiga ancha yetolmayman. Mening qarashimcha, kishilar yoqtirmaydigan kishilar hamma ishga haddidan ziyoda qiziqadiganlar. Bo'libmi muxbirlardir. Men o'zning gapini yo'rg'iltadigan kishilarni yoqtirmayman. Chunki undaq kishilarning siz bilan bilinmagan, ammo qadamingizga moslashman deb atay ushaq chamdab ostimangan kishilarga o'xshash soxtaligi odamning ko'nglini g'ash qiladi. Qo'l tutishganda gap ketmaydi. Ammo qo'l tutish shakli masalani bak obdan tushuntirib berdi. Ya'ni ba'zilarning qo'l tutishidan takabburlik, yo'lsizlik, o'zni ustun chaqlashni sezman.
ba'zilarning qo'l tutishidan bir xil miskinlikni, go'yo g'arbiy shimol shamoldek bir xil sovuqlikni bilaman. Yana ba'zilar qo'l tutishganda shunchalik xushxuy, ruhliq bo'ldiki, ularning qo'li go'yo quyosh nurdek qalbimni villada elatadi. Ba'zida men tutgan qo'llar bolalarning qo'li bo'lishi mumkin. Shundaqdimi bu qo'llar menga o'xshashla xo'shallik ato qiladi. Shunga men qizg'in qo'l elishish va biror parcha do'stona xatdan haqiqiy xo'shallik topaman. Yiroq-yiroqlarda mening yuz ko'rishmagan nurg'un do'stlarim bor. Ular shunchalik ko'pki, ko'p hollarda ularning xatlariga ayrim-ayrim xat yozib javob qaytara olmadim. Mush fursatdan foydalanib, do'stona, yorqin xatlar bilan menga tasalli bergani uchun ularga cheksiz rahmatlarni aytaman hamda ularning samimiy do'stligini mangu unutmayman. Nurg'un aqllar bilan tanishganim uchun intayin sharaf his qilaman. Chunki ular bilan paranglashgan odam ular bilan birga bo'lishning naqadar ko'ngillik bo'lganligini obdan tushunadi. Baş ruhani brokiz ana shunday odamlardan bo'lib, men kichkina bola chaqlarimda uning tizda o'ltirishni, qo'llarini tutishni yaxshi ko'rardim. U menga Tangri va ma'naviy dunyo haqida qiziq, ta'sirli hikoyalarni so'zlab beradi. Buni menga Sullivan xonim qo'limga yezish orqali uqtiradi. Bu hikoyalarni hayronlik ilkida anglaydim. Uning deganlarini toza tushunib ketolmasammi, bular menda hayotlik qarta zo'r qiziqish, havas qo'zg'agan edi. Ishimning cho'ngish bilan tushuncham texmi cho'nqirlashdi. Helimi esimda. Bir qatim uningdan "Nemishqa dunyoda din buncha ko'p?" deb so'radim. "Qizim", dedi u. "Dunyoda mehr-muhabbat deyilgan bir xil din bor. U butun insonga mansub. Sen Tangrini jining va tining bilan yaxshi ko'rgin. Tangri yaratgan barliq farzandga qo'lingdan kelishicha muhabbat qo'ygan. Yana shu narsani esingda ching tutqinki, yomonlik yaxshilik qarganda ko'proq. Ro'sharak ko'zga chiliqdi. Ammo odatdagi ahvolda yomonlikdan saqlanish qarganda yaxshilik qilish bakroq qiyinga tushdi. Shundaymanki, jannatga kirishning ochqichi sening qo'lingda. Men shunda qaraymanki, uning butkul hayoti mana bu ulug' haqiqatning eng yaxshi isboti bo'la oladi. Uning oliyjanob ro'yida mehr-muhabbat, mo'l bilim va e'tiqod o'zaro singishib, bir xil ko'zish iqtidoriga aylanib ketgan. Baş ruhani brokiz menga hech qanday alayda bir din o'rgatmadi. Biroq mundaq ikki xil fikrni kallamga naqsh qilib qo'ydi. Buning biri Tangri jimiki mavjudotning otisi. 18 ming olamdagi hamma odam qarindoshdir. Bu barliq e'tiqod va diniy aqidaning asosi. Yana biri shuki, Tangri demak mehr-muhabbat demak. Tangri demak ota demakdir. Biz bo'lsak uning farzandlari. Qora bulut hamon tarqitib etildi. Adolat hamon razillik ustidan g'alaba qildi. Men bu dunyoda intayin xo'shal-xuram yashayman. Keng kishilarni kamdan kam o'ylayman. Birlik yerim u alamga safar qilgan qadrdon do'stlarimni doim eslab turaman. Aylar, yillar bir-birini qo'g'lashib tez o'tkashga, ularning olamdan ketganiga xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin menga ular yelimi yiqili yerda turgandek. Agar ular qachon bo'lmasin bir chaqda kelib qo'limni tutib turib, ilgirkidekla men bilan qizg'in paranglashadigan bo'lsa, men qilchimi ajabnish his qilmaydigandek bilindi. Baş ruhani brokiz o'lib ketgandan keyin men Injilni boshdan oyoq o'qib chiqdim. Shuningdek, falsafa nuqtasidan bayon qilingan bir qancha asarni o'qidim. Buning ichida Swedenborgning Jannat bilan do'zax, Drumondining Insoniyatning olg'a ilgarishi nomli asar bor. Bulardan men ko'p naf oldim. Biroq men bo'lsam yuragimga tasalli berayotgani yangi bir o'kisning mehr-muhabbati va e'tiqodi bo'layotgandek hissiyatda bo'laman. Men Henry Drummond apandi bilan tanishman. Uning qizg'inlik bilan sungan bardam qo'llarini tutganimda so'yinib ketaman. U kishilarga bahor optibidek ochiq va iliq, intayin bilimlik hamda so'zman. U barligicha jo'shqin hayotiy kuchga to'ladi.
Qadrli anglagıcı do'stlar, yuqorida Helen Kellerning Ko'zim ushgili echilsa edi nomli asarining 9-qismini anlatib o'tdik. Davomi atki sonda huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Quloq to'ngizgi dunyo muzaffar taratqusi.